Aynan turk blogeri Instagramni portalladi. Yong'oqni ip bilan tikib olib, ustidan anor suviga botirib, xuddi shunaqa holva tayyorlaganini ko'rib qiziqib qoldim. Ushbu shirinlik nomini bilsanglar, ungacha sizlar yozib turinglar, men sizlarga retseptini bo'lishaman. Videoga bir dona yurakchani bosib ketsanglar, juda ham xursand bo'laman. Supermarketga kirib, yong'oqlarni butunini topishni o'zi bo'lmadi. Anor suvini gapirmasam ham bo'ladi. 250 gram tayyorini chiqarib olib, anor suvini idishga solib, ustidan qaynoq suv solib, oliy navli to'ronulari, kukuruznik kraxmal, shakar, koritsa bilan kardamon solsanglar, mazasi yana ham o'zgaradi. Gazda shunday bitta qaynab chiqqunicha mazligi zo'r ichimlikni tavsiya qilaman. Milaf ichimligi O'zbekistonga yaqinda kirib keldi. Saudiya Arabistonida ishlab chiqarilib, shakar miqdori juda ham kam. Milaf jamoasi konkurs e'lon qildi. Aynan siz Milaf ichimligi bilan post joylab, 2 kishilik umra safarini yutib olishingiz mumkin. Men ham yaxshi niyat bilan ushbu konkursda qatnashmoqman. Menga bitta dona yurakchi videoni saqlanch qiling. Sizlarni podдержкanglar bilan ushbu konkursda inshaalloh nasib qilsa g'olib bo'ling. Holva quyilishi bilan issiqligida yong'oqqa botirib olib, xuddi dorga kiyilgandek ilib chiqasizlar. 1 soat davomida qotib chiqadi. Men birinchi marta tayyorlab yeb ko'rishim, mazasi menga juda ham yoqdi. Siz bo'lsa hali tayyorlab ko'rmagan qizingizga yuborib qo'ying.